O'zbekiston bayrog'i, O'zbekiston gerbi va O'zbekiston madhiyasi O'zbekiston Respublikasining rasmiy davlat ramzi sanaladi. 1991-yil 31-avgust O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligini e'lon qilganidan so'ng 1991-yil 18-noyabr O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 8-sessiyasida O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i to'g'risida qonun qabul qilingan. Dear friends, today we come together to celebrate our national flag. Our flag consists of three colors. They are green, white, and red. Green symbolizes our nature and freedom. White represents also purity and peace, while red stands for courage and bravery. Our flag officially adopted on November 18th in 1991, a pivotal moment in our history. Let us honor our flag with pride and celebrate this special day together. O'zbekiston bayrog'i, rangli hayot misoli, yulduzlari hiloli, mustaqillik timsoli, O'zbekiston bayrog'i. Qor dilimizda, u yo'ldosh yo'limizda, salar qo'limizda, O'zbekiston bayrog'i. Gumbazlarda yuksakda, peshtoqlarda falakda, ko'ngillarda yurakda, O'zbekiston bayrog'i. Rangi hayot misoli, yulduzlari hiloli, mustaqillik timsoli, O'zbekiston bayrog'i.